الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Ey Allahqa, onun payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, oxiratda jannatga erishishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Allah rozi bo'ladigan yaxshi amallarni qilish bilan uningga yaqinlik hosil qilishning yo'lini izlanglar. Allah yo'lida jihad qilinglar.